Xo'ja mayxona. Ana tepa ziyoratgohga chiqib keldik. Hozir tushib keldik. Mana tepada odamlar. Mana bu tomonlarda ham joylar qilib o'tirar ekan. Tog'da tagiga joy qilishgan. Mana bu tog'larga qarang. Allohning mo'jizasi bu. Mana shu joylar shuncha o'ysa ham, boshqa qilsa ham qulamaydi bu. O'sha tepalikdan ziyoratgoh qilingan, hamma chiqolgan, chiqyapti yoshlar. Bunaqa qarilar chiqolmayapti lekin. Mana Xo'ja mayxona bulog'i tog'da tagidan chiqib kelyapti anakay. Mana bu tiniq suvlar, shunchalik tiniq. Tagiga qanaqa rangda tosh borligi ham bilinadi-da, mazza. Havo juda salqin. Mana bu tomonlar qarang. Mana bu yoqda odamlar bugun dam olish kuni, juda ham mashina ham ko'p, odamlar ham ko'p. Mana tog'lar tagiga supachalar o'choq qilishib dam olishyapti odamlar. Mana ziyoratgohda. Mana suvga qarang. Mazza joylar. Naryoqlarda ham ziyorat qiladigan joylar bo'lsa kerak. Hozir biz bu yerda tomosha qilib, keyin yoqqa boramiz. Mana tog'dagi giyohlaridan, yog'laridan sotyapti bu yerda. Xo'ja mayxona ziyoratgohi odob axloq qoidalari debdi. Mana mana tog'dan chiqib kelayotgan suv. Shunchalik tiniq mazza. Odamlar baklashkalarga suv olyapti ichishga. Biz hali aylanamiz, keyin olamiz-da. Mana kelib ketyapti. Mazza qilishib yurishdi. Mana bu yerda asal sotyapti. Asal qancha ekan? 100 ming kilosi. Tozami ekan? Toza ekan. Hammasi bir narsa. Mana shu necha kilo ekan bu? Yarim kilo. Yarim kilo. Aniq tozami ekan aniq? Asal. Tog' asali toza deyapti. 1 kilosi 100 ming deyapti. Men bilan tog'da giyohlari, yog'lar, bodom yog', qanaqadir giyohlar, yog'lar. Mashinada bor bo'lma, turch. Shuni damlab berish kerak. Ovqatiga, aroqqa, choyiga, suvga. Saqir uchun, gulfon zararini oldini oladi. Griji uchun, yurak uchun, qurt uchun. Shunaqa narsalar bor ekan men bu yerda. Aytdim, bu nima narsa ekan? O'ziga aytishini bo'lmaydi. O'rta mumiyo bo'lishi. Shotga o'xshaydi. Bu nima narsa? Bu mumiyo, tosh mumiyo deydi. Mumiyo? Bu-chi? Bu Kontepa deydi, davleniyaga. 150 ming. Qara, 150 ming. Lekin ego kelishimiz kerak degan narsa, siz mana o'rda bitta arab taylagandan keyin nimadan taylaganini bilmaslik kerak. Kimga?
Qarang, hozir men ichaman. Aroq tashlash uchun nimalar ham bor ekan. Menimcha aroq tashlash uchun iroda kerak odam o'ziga. Dorilar bor deydi. Mana bu tog'dan chiqib kelayotgan suv. Tip-tiniq. Odamni bag'ri dili yayraydi bu joylar kelsa. Mazza qilishib yotibdi. Uzoqlardan kelganlar ham bor. Mana men dugonalar mana o'tiribdi. Hozir bu tomondan boray. Xorazmlardan kelib, aylanib yuribdi. Hozir 1 minut. Mana chiroyli bu yoqdan. Mana Qashqadaryoning mashina. Bu yerda Xorazmning mashina bor. Biz ko'rganimiz 80 Buxoro bor ekan. Xullas mana. Odamlar narsalarni yoyib, chizib, yuvib, chayib, yeyishyapti xullas. Mana. Ha, ochiq. Mana chiroyli yo'llar. Hammasidan ham bor-ku. Menga eng yoqqan joyi mana bu toza suv. Tip-tiniq suv mana shu. O'zi mana shu. Ozgina ichay suvda tog' suvini ichamizmi? Mayli. Yo'q, qara, baklashga ham olmabmiz a. Uyda tiqilib yotdi. Mana. Odamlar tinimsiz kelyapti.